Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun 4-dars o'tamiz. 4-darsimizga ko'ra rezistorlar SMda variantini qanday hisob-kitob qilib, qanday uni nominal qarshiligini topishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, SMda qarshiliklar bizda qanday ko'rinishda bo'ladi mana. 101, mana 471, mana 200, mana 200, mana 514. Demak, yana qaysilar mana? Hop. 104, 104, mana R470, nollar. Mana shu SMda qarshiliklar bo'ladi. Ko'rib turganinglar ikki chetida mana payet qiladigan servis, ya'ni anaqa bor. Kumush rang tarafi bor. U yerda payet qilinadi va o'rtasida qorani ichiga harfda yozib qo'yadi. Bu harflar sonlarda yozib qo'yadi. Son va harf aralashib bo'ladi. Buni hozir rashifrovkasini ko'rib chiqamiz. Unga ko'ra bunda endi 3 ta yoki 4 ta 3 yoki 4 ta son bo'ladi. Agar 4 ta son bo'ladigan bo'lsa, birinchi 3 tasi buni boshlang'ich qarshiligi bo'ladi. Agar 3 ta bo'ladigan bo'lsa, boshida 2 tasi bo'ladi. Buni qanday ko'rib chiqamiz? Misol uchun 4 ta deydigan bo'lsak, mana qarshilik 3302 deyapti. Bu yerda boshlang'ich 3 tasi 330, начальный значение 2 bu nollar soni. Ya'ni 330 ko'paytiramiz 2 ta 0 ga, mana 100 ga deylik. Nollar soni orqasidagi. Shunda bu 3300. Shunda bu 33 kilo ohm hisoblanadi. Yana bittasi sразу platadan tekshirib ketamiz. $510 deyapti. Bunda 3 tagina son bor. 510. Demak, bu yerda mana 51 начальный значенияsi 0, bu nechta 0 borligi. Ya'ni agar 0 bo'lsa, 0 o'zi turadigan bo'lsa, bunda demak 0 yo'q. 51 ohm bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz testerda. Testerimiz bizning qarshiligimiz qani edi? Qarshilik o'zini topib olaylik. Bor ekan. O'lchayapti. 17 ohm chiqyapti. 17 ohm. Biz hisob-kitob qildik 51 ohm. Nima uchun 17 ohm chiqishi mumkin? Demak, bu yerda mana 3 ta 51imiz bir-biri bilan parallel ulangan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun xato ko'rsatadi. Buni atpayga qilamiz, keyin tekshirib ko'ramiz. Keyingisi. Mana 104 turibdi. Bu bitta o'zi turibdi qani? 104 mana 104. 104 nima deyapti? 1 0 4. Boshlang'ich ikkitasi начальный значение, bu 4 ta 0 bor. Demak, 10 va orqasida 1 2 3 4 ta 0 bor. Bu nima degani? 100 kilo ohm degan. 100 kilo ohm. Tekshirib ko'ramiz. ellik yetti yu to'qqiz. 57 yu 9. Bristol. sakkiz. Buni ham orqasida nimasidir borga o'xshaydi. Ya'ni bunga parallelni sxemada nima narsa turibdi. Buni qarshiligini 2 ga bo'lib beryapti. Bu to'g'risida keyingi darsda gaplashamiz. Xo'p, yana mana shu 104 ham tekshirib ko'raylik. Mana ikkinchi 104 bor ekan. Bu nima deydi? Mana bizda 104. 50 ohm ko'rsatyapti.
Unga nimada parallel turibdi? 50 kilo ohm. 100 kilo ohm, bu 50 kilo ohm. Ya'ni qarshiliklar parallelda turibdi. Yana qaysi bor? Mana biz endi boshqacha plata oldik. Bunda konkretno bilinib turibdi ulangan, ulanmaganligi. Mana bu yerdagi qarshiliklar. Bu yerda qarshilik ketma-ket ulangan 22.04. Hisob-kitob qilamiz. 22.04. Mana 4 ta rang. Demak, bu yerda 3 tasi nominali va nechta 0 borligi. 220 va 1 2 3 4 ta 0 bor mana. Bunimiz bizadan nechi bo'ladi? Unaqa bo'linadi, unaqa. 2 mega ohm bo'ladi, to'g'rimi? Mega ohm 6 ta 0 ga bo'ladigan bo'lsa. Buni hisob-kitob qilamiz, tekshiramiz endi. 1.7